Bir dehqon etizliqni shundoq ishlab o'tib ketmani shundoq ursa, tuh qilib bir narsaga tegibdi-da, tekkandan keyin oltin deb ko'lab qopdi bola. Ko'labdiki bir yo'g'on qapoq chiqibdi. Bu qapoqning ichida ajoyib bir narsa bor o'xshaydi deb og'zini shundoq ochsa, buf qilib bir yo'g'on tuman chiqibla, osmonda bir yo'g'on diyu paydo bo'libdi-da. Diyu mundoq dehqon qarab, "Rahmat dehqon. Mana men bu qapoqning ichida yetayotganim 1000 yil bo'lgan. Bugun sen meni qutuldirib qo'yding. Qandaq talabing bor degina men bir bija keltiray. Qandaq talabing bor aytqana" desa, dehqon qo'shib ketib, "Rahmat devaka. Menga 10 mo'ya lazımdı bir 10 mo'ya bergin" debdiki. Devi turib ketib, "Mening qo'limdan yaning ish kelmaydi. Qo'limdan ya hal olmaydi. Boshqa narsa desa, dehqon, "Voy, mening boshqa talabim yo'q, ya kerakdi. O'zing talab qil desa, talab qilsam bermaysa" desa, devi turib ketib, "Ey, yaning ishi mening qo'limdan kelsa, men qapoqning ichida 1000 yil yotamdim" dedi. Bir og'inam batdi, maktabda o'qimay qolganda, kichigidan birinchi sinfda o'qimagan, faqat o'qimagan bir og'inam batdi. Bir kuni Urumchi kelibdi-ki, o'yinib, bu-yoqni peqirtib, "Voy, bu yerga ketib qolsak, oldimizdan bir bola chiqib qoldi, bu yugurib berib, "Adash qanday o'g'lim" deb quchoqlashib ko'rishib ketdi-da bu. Ko'rishib ketib, meniki qaytib, ular salomlashib bo'lib qaytib kelgandan keyin, "Kim o adash o" desam, bu faqat o'qimagan og'inam, "Savoq dishim" deydi. Sen o'qimagan tursan, faqat maktab yuzi ko'rmagan tursan, "O qanday sening savoq dishing oldi" desam, "Uni o'qimagan tursa" deydi. Navbatdagi nomerimizni ataqliq naqshimiz Umarjon Olim apandi ko'ramiz.